Bu videomizda Monza minadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaring ancha manfaatli bo'ladi. Sababi Monza olib kelishgan 24 ming kilometr yurgan. O'zi bilsalaring, yangi salondan olinganda ham haydovchilarda ozgina tirq-tirq ovozlari bo'ladi. Xullas biz mana shu ovozlarni yo'qotish uchun nima ish qilganimizni va summasi qancha bo'lganini aytib o'tmoqchimiz. Balkalarni polni yechib olganimizda 4 ta mana tekstillik futulkalarini chiqarib, ichiga to'la quymalı rezinkalidan to'ralosini ham yangilab qo'yganmiz. Hop, richak futulka, ya'ni richak podushka deymiz. Richak podushkasini yangilaganmiz. Birato'la rulovoy kolonkalarni ham yechib, rulovoy kolonkasini o'ng tomonda mana bu yerda futulkasi bo'ladi. Bu futulkasini ham o'qqa plotniy qilib qo'yganmiz. Hop, plus yana 4 ta amortizatorlarni yumshoq qilib berkechga qilganmiz akalar. Mana shu ishlarimizni qilsak, xudo xolasa mashinamizda umuman tirqlagan ovozlar qolmaydi, yumshoq bo'lib qoladi. Bemalol yamalarda yumshoq yurishlaringiz mumkin. Xullas, hammasi mana shu ishlarimiz $200 ga aylanyapti akalar. Ishlarimizni sifatiga 6 oy garantiya beramiz. Xudo xolasa akalar, olib kelaverasizlar. Bu videoni Monzachi tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Manzil bilan telefon raqamlarini pastda yozib qoldiramiz.